tajribada sinab ko'rishni boshlash kerak. Bunda siz riskingiz kam bo'ladi. Ko'pchilik xato qayta qilyapti. Faqat nazariya kamlik qiladi. Biznes bu amaliyot. Biznesmen, tadbirkor va endigina biznes boshlamoqchi bo'lganlarga 2 kunlik intensiv biznes trening. Men biznesmen Ilhom Begimqulov. Tarkibida 10 ga yaqin kompaniya bo'lgan Aziya Holding asoschisiman. Shu kungacha 20 ga yaqin bizneslarda tajribam bor. Biz bu intensiv treningni siz azizlarimiz uchun imminni biznesda pul jalb qilish yo'llari, biznesda to'g'ri strategiya qilish va biznesda pul jalb qilib uni kengaytirish mavzusida o'tamiz. Treningga qo'shilish uchun hoziroq ro'yxatdan o'ting va Telegram yopiq guruhimizga qo'shiling. Trening mutlaqo bepul. Telegram kanal linkini video ostida qoldiramiz. Ko'rishamiz. Xodim bo'lib ishlaysiz, biznes boshlamoqchisiz. Xodimlikni tashab darrov boshlash kerakmi yoki ikkalasini parallel olib borsak yaxshimi degan savol. Demak, qanday qilsak to'g'ri bo'ladi? Birinchi o'rinda siz biron joyda ishlaysiz, demak, qanaqadir oylik olasiz. Olayotgan oyligingizga o'zingiz, oilangiz, farzandlaringiz bilan yashayapsiz. Agar hozir ishni 100% tashab biznesga kirib ketsangiz, biznes bu risk, biznes bu o'ziga yarasha qiyinchiliklar. Birinchi 3 oy, birinchi 6 oy balki biznesdan foyda ola olmasligingiz mumkin. Lekin bu vaqt davomida siz, oilangiz, ota-onangiz, farzandlaringiz yashash kerak. O'shaning uchun hech qachon siraz ishni tashlab biznesga kirib ketish tavsiya qilinmaydi. Ya'ni ish jarayonida o'zi ishda 8 soat ishlaysiz. Ishdan tashqari biznesni sir-sinoatlarini o'rganish kerak. O'rganib, hamma o'rgangan bilimlarini upakovka qilib, tajribada sinab ko'rishni boshlash kerak. Ya'ni ishdan tashqari qo'shimcha ravishda boshlamoqchi bo'layotgan biznesingizga borib, amaliyotda 1 soat, 2 soat, 3 soat tajriba olish kerak. Bepul bo'lsa ham borish kerak. Qarang, o'zingiz ishingizdan tashqari sekin tajriba olib, o'sha sohada pul topish kerak. Qachonki ko'chadan, qo'shimcha ishingizdan, biznesingizdan keladigan pul oyligingiz bilan tenglashganda, o'shandagina siz ishxonadan ketsangiz bo'ladi. Bunda siz riskingiz kam bo'ladi. To'g'ri bo'ladi. Agar darrov tashab ketsangiz, sizda muammo ko'payib ketadi. Darrov tashab ketishga qanaqa yo'li bor? Men ishxonadan charchadim, ketmoqchiman deydigan fikr bo'lsa, buni yo'li bor. Buning uchun xavfsizlik yostiqchasi, ya'ni 6 oylik, eng uzog'i 1 yillik oila, bola chaqaga yetadigan pulni yig'asiz. Misol, hozirgi paytda oddiy sredniy oilalarimiz o'rtacha 500 ming dollarga yashayotgan bo'lsa, demak, sizning oilangiz tasavvur qiling, 1000 dollar yetadi bir oyga. Demak, 1 yillik pulni yig'ib qo'ying oldin 10 mingni, hech bo'lmasa 5 mingni yig'ib qo'yingda, oilada tursin, bola chaqaga, ovqatga, bilmam pampersga, ota-onaga yetadigan pulni yig'ingda, undan keyin qo'rqmasdan biznesga kiring. Yeslicho biznesdan 2-3 oy pul kelmay qolgan taqdirda oila tinch, boshingiz og'rimaydi. Bu muhim. Ko'pchilik xato qayta qilyapti. Xato ish tashayapti, biznesga kiryapti. Eng qizig'ini aytaman, Mirkomilbek biznesga kirayotganda hozir juda ham ko'p kredit ketdi, tizim ketyapti-da, kredit tizimi rivojlanyapti-da, ular ham marketing qilyapti-da, banklar ham endi. Odamlar puli yo'q-u, kreditga ochyapti-da. O'zi puli yo'q, kredit olib qilyapti, tajriba yo'q, biznes orqaga ketib qolish ehtimoli katta. 100% biznesdan 95% birinchi 3 yilda yopiladi. Qarang, 100 ta biznesdan 95 tasi yopiladi 3 yilda. 3 yildan o'tgan bizneslargina rivojlanadi. Ana endi ko'pchilik kredit olib qilyapti-yu, ular bankrot bo'lyapti.
negativ paydo bo'lyapti. Biznes bo'lmas ekan, qiyin ekan degan narsa ko'payyapti. O'shaning uchun birinchi o'rinda biznes qilishdan oldin bilim, tajriba, ko'nikma. Undan keyin biznes. Qandoq olasiz? Boring bepul ishga kiring. Iltimos qilib ishga kiring. Bepul ishga kiring, o'rganing, yuting. Bu fakt bu. Chunki siz bir umr ishchi bo'lib yursangiz, sizda topadigan daromadingiz chegarasi bor-da. Ishchi emas, ish beruvchi bo'lish bu yaxshi narsa. Aytishadi-yu, oluvchi qo'ldan beruvchi qo'l balandroq. Demak, beruvchi qo'l bo'lishga harakat qilganimiz bu baribir to'g'ri. Bu to'g'ri. O'shaning uchun hammaga tavsiya qilaman, o'rganaylik, amalga oshiraylik. Faqat nazariya kamlik qiladi. Biznes bu amaliyot. Muvaffaqiyat bu tajriba natijasidir. Qarang, eng qiziq joy. Muvaffaqiyat bu tajriba natijasi. Tajriba esa ko'plab qilingan xato va to'g'ri harakatlar natijasi. Ya'ni faqat to'g'ri harakat emas, tajribali bo'lish uchun noto'g'ri harakatlarni ham qilamiz. O'shanda tajribali bo'lamiz. Demak, ko'proq to'g'ri, noto'g'ri harakatlar qilish uchun prosta harakat qilamiz. Prosta tikka bosamiz. O'sha formula o'ngga emas, chapga emas, tiem bo'li orqaga emas, faqat oldinga bosamiz. Joningiz omon bo'lsin.